kim bo'lishidan qat'iy nazar bularda. Shuning uchun yana oldingi mavzuda ham aytamiz. Birovning haqqini yeb qochib yurganlar misoldan. 3-4 kunda qochib yurasiz xolos, 3-4 kun xolos. 3-4 kun. O'sha qayerda bo'lsangiz ham Rossiyaga qochib ketganmisiz, qayerda bo'lsangiz ham Alloh taoloda Azroil alayhisalom degan farishtasi bor, yetib boradi siz oldingizga. To'g'ri. Joningizni shular sug'urib oladiki, 150 yil chirigan miqti xudodan so'rgandan battar oladi. Lekin birov yana aytyapmiz, birovning haqqini yemagan, to'g'ri mehnat qilib yurgan, savdogarchilikni qanaqa holatda halol mehnat qilib yurganlar o'limdan qo'rqmaylar. O'lim bu baxt o'zi asli. Shuna bo'ladi. Nimaga desangiz, o'lim ham musulmon, buni bajaradigan farishtalar ham musulmon. Biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Birovning haqqini yemaydi. Demayman birovning haqqini birodar. Mani taniyotgan bo'lsangiz, ayta Kapitali bozorda bittangiz bor, Taxti ko'prikda bittangiz bor. Ana yerda Saddada aka-ukalar bor, kombinatda bolalar. Hamma ko'ryapti, 200 ming tadan ko'rdi. Taxti ko'prikda bittasi bor. $900 haqqim bor. Ko'rib turgan bo'lsalar beringlar. Yo'q, gap beringlar bas. Shuna bir ilojini qilinglarki, o'lmaylar oma. O'lmaylar. O'lsalaringiz, o'lim va o'limdan keyingi hayotida juda qattiq, qo'rqinchli narsalar kutyapti sizni. Ilojini qilib o'lmaylar oma, ilojini qilib. To'ppa-to'g'ri. Birov o'zganing molini yema. O'zganing molini yema. Sirot uzra tutadi. Bilib qo'ying. 3-4 kun xolos. Mutahamligingiz, kessayligingiz, o'zingizcha aqlliligingiz 3-4 kun xolos. Janoza siz ham men ham janozam o'qiladi. Men o'sha azobga qolmayman. Men nimaga siz birovning haqqini yeyapman? Men o'sha xatoni qilmayman, siz o'sha xatoni qilyapsiz. Ayting, farzandingizga nasihat, balki o'g'lim menga o'tar, 15 yillarda bitta akani haqqini yeb ekanman. Shuni bola rozi qilib beradi, nasihat qiling. Men yerda tilla ko'mganman, men yerda kumush ko'mganman demasdan. Shuni nasihat qiling o'g'illaringizga. Xo'p, sal e'tiborli bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oshtog'a ko'pchilik negativ osdi. Oshtog'ani tushunadi. Bu firibgar, unaqa odam emas bu odam. Bu odam halol odam. Suv sotib yurib, tirikchilik qiladi. Bu bir firibgarlikka uchrab qolgan bu odam. Sog' bo'ling.